Assalomu alaykum akalar. Sizlar uchun bir tonnaga cho'k ko'taruvchi elektronik murabbiyimiz. Bu murabbiy haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Old faralari 5 talik faralar bilan jihozlangan. Oldi tormozlari esa 7 kishili tormozlar bilan jihozlangan akalar. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hop, amortizatorlari ham anchagina baquvvat qilib ishlangan. O'zining oldida oynalar mavjud, tablolarda o'zining parkovka tizimlari ham bor. Uchtalik skorslar bilan jihozlangan, telefon qo'ygani postavka, mikrofon kolonka, oyoqda edi, o'zining alohida yana postavkalari bor. Hop, jiletlari, balon ko'ruvchi, damka, kaska, bakovoy, zaryadning hamma narsasi bor komplektida. Akkumulyatorlari 68 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motorlari esa 1800 vatli miya motorlar bilan jihozlangan. Zapaska balonlar mavjud. Risollar 2 talik baquvvat risollardan qo'yilgan. Bort razmerlarimiz 180 ga 130 lik. Akalar, bortlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan, ramalari 2 talik ramalardan qo'yilgan. Yurish kilometr bemalol 80 kilometrgacha yura oladi, yurish tezligi esa 50 tezlikgacha chiqadi. Akalar, bemalol past nomerlarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.